Do'stlarim, navbatdagi mehmonxonamiz Double Tree by Hilton, Trabzondagi 5 yulduzli mehmonxona. Bu mehmonxonamiz shaharda juda yaqin joylashgan va orqasi sohil bo'yida, albatta, s vidom na море. Ketdik do'stlarim, ichkarisiga kiramiz. Bu 5 yulduzli mehmonxona. Biz mana shu mehmonxonada bu safar qoldik. Sayohatimizni shu mehmonxonada davom ettirdik. Shinamgina resepsiyonlari. Kelasiz. Kirganingizdan sizda mana shunaqa chiroyli hollar kutib oladi. O'zini chiroyli voyga jemchujinli lyustralari bilan birgalikda. Demak, mana bu yog'imizda katta hol, zona ожидания, bemalol o'tirib, переговорlar qilib o'tirsangiz bo'ladi. Har doimgidek kerakli joylardan biri ishingiz bo'lsa, albatta, переговорный zonalari. Bironta mitinglaringiz, majlislaringiz bo'lsa, mana shu yerda o'tkazib olsangiz bo'ladi. Va kompyuterda o'zingizning ishingiz bo'lsa agar, mana shunaqa stoykalari ham bor. Ularda barcha ishingizni qilib olsangiz bo'ladi. Tashqari terrasi, hozir chiqamiz. Endi esa kuxnyasini ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'p mehmonxonalarga o'xshab kuxnyasi yopiq hamda ochiq veranda shaklida. Zavtriklarimiz standartni yaxshi zavtrik. Menimcha hamma narsa yetarli zavtrik uchun. Yo'qindi stilida. Men shakshuka, tuxum, bu yoqda oladyilar, grenki, chokotella, non mahsulotlari, xlebobulочныйlar, soklar, suvlar, kofe, choy apparatlari ham bor. Bu yoqda уже davom ettirsangiz bo'ladi obetingizni. Hozir dani moment bu yoqda yomg'ir yog'yapti. Terrasa ham Qora dengizga qarab turgan terrasa. Manzara ajoyib. Demak, davom etamiz. Bizni pastki qavatimizda relax zonalar, spa center, basseynlarimiz joylashgan. Hozir esa biz sizlarga bitta xonani ko'rsatib beramiz. Shaxsan o'zim ko'rsataman deyaptilar. Ketdik. Demak, do'stlarim, biz hozir ikkinchi qavatga ko'tarildik. Mana shunaqa har bitta qavatda o'zini mana shunaqa holi bor. 3 ta lift chiqadi. Liftlar bu yoqda kart orqali ishlaydi. Mehmonxonada siz xonangiz bo'lmasa agar, kartangiz bo'lmasa agar, liftda harakatlana olmaysiz. Va ajoyib dekoratsiyalar. Demak, do'stlarim, biz hozir standart xonamizdamiz. Standart xonamizni kattaligi 25 kvadratdan ortiq kattaroq. Ko'rib turishingiz mumkin, mana shunaqa vanniy xonasi, kengishgina, достаточно, sanuzillari va albatta pardoz uchun chiroyli joylar. Katta oynamiz, albatta muhim deb hisoblayman. Bu yoqda shkaflarimiz, utyug, dazmol, seyf, kerakli narsalar va kattagina spalni, cho'g' matraslari.
o'tiradigan joylarimiz, albatta xolodilnik bu yoqda bor, televizor, ishlatishingiz uchun рабочий zona va bu vidimiz. Hozir bu shaharga qaragan tomoni. Biz hozir suit xonamizga keldik. Bu yoqda kirishingizda o'ng qo'lingizda bu gostivoy sanuzel. Undan keyin kelamiz. Mana bunaqangi переговорный zona ожидания, TV zonamiz. Bemalol o'tirib, miraqib, mana buni qo'yib qo'yibdilar, demak mumkin ekan. Bu yoqda va albatta vidni ko'rsangiz. Ajabo. Manzara juda zo'r. Darsda davom etamiz. Demak, bizda minibar xolodilniklarimiz bor. Bu master spalni, demak 2 kishilik double xonada. Shkaflarimiz ikki tarafdan ham va juda ham keng bo'lgan vanna xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Vanna ko'p xonalarda bu yoqda dushovoy edi, vanna, unitaz hamda достаточно просторный рабочий zona ayollarimiz uchun. Va albatta kechamiz Marikasi deydi-ku. Mana shunaqa chiroyli, atmosferniy deydi. Bularda qaranglar, mana stopinglar turibdi. Ya'ni oynani ochasiz bo'ldi. Oxirigacha ochib olmaysiz, chunki xavfsizlik albatta. Juda ham ajoyib atmosfera do'stlar. Receptionda idol suvlarimizni olib, pastga tushib ketamiz. Demak do'stlar, biz hozir birinchi qavatga tushdik. Birinchi qavatda chap tomonda bu konferens rumlar, katta konferensiyalarni mana shu yerda bemalol o'tkazib olsangiz bo'ladi. Do'stlarim, hozir biz konferens zaliga kirdik. Hozir stullarni yig'ishtirib qo'yishibdi. Mana shu достаточно katta xona. Har xil mitinglaringizni, tadbirlaringizni bemalol o'tkazsangiz bo'ladi. Hattoki mana biz bu safar keldik, hozir gender party bo'ldi, juda nima deydi? Hattoki mana bizni hozir bu safarimizda gender party uyushtirildi. Hozir bitta kompaniya tomonidan bitta to'yga zayavka olindi. Bemalol ko'pchilik bo'lib kelib to'ylaringizni ham o'tkazib olsangiz bo'ladi mana shu yerda. Demak, katta guruh bilan kelsangiz ham yaxshi bo'ladi. Masjidlari ham bor. Do'stlarim, mehmonxonani o'zini masjidi, tahoratxonasi. Marhamat.